Assalomu alaykum do'stlar. Hozir bolalardan O'zbekistondagi eng yaxshi ko'rgan o'yinchilar kimligini so'raymiz va buni javobini olamiz. O'zbekistonda eng yaxshi ko'rgan futbolchi kim? Abduqodir Husayn. O'zbekistondagi eng yaxshi ko'rgan futbolchi kim? Shomurodov. Ismi nima uni? Shomurodov. Abduvohid. O'zbekistondan eng yaxshi ko'rgan futbolchi kim? Abbos. Abbos. Kim Abbos? Fazilov. Ikkita qori. O'zbekistondan eng yaxshi ko'rgan futbolchi kim? Qodir Husayn. O'zbekistonda eng yaxshi ko'rgan futbolchi kim? Abbos Fazilov. Eng yaxshi ko'rgan futbolchi kim? Abbos. Familiyasi nima? Familiyasi Abbos Fazilov. Voy молодец. Would like to take notes while I take totes of the marijuana. O'zbekistonda eng yaxshi ko'rgan futbolchi kim? Abbos. Familiyasi nima? Fazilov. Ular bilan Sharxon Kids jamoasi bo'ldi. Ko'rishganda ko'rishguncha.